Hürmetlik vatandaşım, liksilerimizi devamlaştırırız. Prezident Trump teklif verdi. Prezident Vladimir Putin bilen Aksaray'da görüşeyli. Mavzulu haber 4. ayının 3. günü Amerika avazının Xitay tili programması elan kılın. Haber mındak başlan. Aksaray'ın bayanatçısı Sara Sanders mındak görsetti. Prezident Trump Aksaray'da Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin bilen Aksaray'da görüşüne teklif kıldı. Prezident Trump 3. ayının 20. günü Prezident Vladimir Putin bilen telefonda sözleşkendi şundak teklif verdi. Prezident Trump telefon arkalık sözleşkendi keyin mındak görsetti. Irak bolmagan kelgisi de. Prezident Vladimir Putin bilen görüşüne ümit kılıman. Lekin her iki taraf bunda plan bolsa mı ilgirleş bulmayıvatı dep görsen. Sara Sanders Prezident Trump bilen Prezident Vladimir Putin'in görüşüdüğün planının tepsilatını aşkarlamadı. İki devlet rehberi 3. ayının 20. günü telefonda sözleşken dinken Amerika-Rusya münasebeti de murakkep özgürüş yüz verdi. Angliyada yüz bergen Rusya'nın sabık casusu Sergey Kisel'in ölüm vakası tüpeyle Amerika Rusya'nın 60 nefer diplomatiya ameldarını Amerika'da qoğlap çıkardı. Hem de Rusya'nın Seattle şehirde kurulgan konsulxanasını taqadı. Rusya bu vakada mesuliyeti barlığını inkar kıldı. Ve okşaş sanda Amerika diplomatlarını Rusya'dan qoğlap çıkardı. Ve Peterburg şehirdeki Amerika konsulxanası taqadı. Muşu haber gezilgan inkas birinci. Rusya endi yana qıltaqı düşmeydi deydi. Birisi. İnkas ikinci. Birleşip Cumhur Kompartiyası'na taqabıl turdu. Yani Rusya ile Amerika birleşip demekçi. Ahmak, bilmeydik insan. İnkas üçüncü. Amerika-Rusya koş taraf münasebeti bek mühim deydi İnkas üçüncü de. İnkas dörtün Tayvan matbuatı. Amerika yuqur dercilik emeldaları yeniden habercim ama yeni haber. Tayvan matbuatları. Amerika yuqur dercilik emeldarları belki 6. ayda Tayvan'ı ziyaret kıldı. Mavzulu haber 4. ayının 3. günü Amerika avazının Xitay tili programması elan kılındı. Haber mındak başlandı. Tayvan matbuatları haber kılıp mındak görsetti. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining yuqori darajalik bir nafar amaldori 6. ayda belki Tayvanni ziyorat qilishi mumkin. Lekin tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Bu safar Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi yoki davlat mudofaa ministri qatorliqlarni o'z ichiga olmaydi. Matbuotlar Tayvan amaldorlarining so'zlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Bir vakillar umiki bu yil 6. ayda Tayvanni ziyorat qildi. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining bir nafar yuqori darajalik amaldorini o'z ichiga oldi. Amerikaning Tayvanda yangi qurilgan Amerika Tayvan jamiyatiga murosimga qatnashdi. Amerikaning Tayvan jamiyati Amerika davlat mahkamasi rahbarligidagi g'ayri hukumatsiz organdir. Amerikaning Tayvandagi manfaatiga vakillik qiladi. Amaliyotda bosh elchilikka barobar. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Tayvanni ziyorat qiladigan Amerika amaldorlarining darajasi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning tashqi siyosatida Amerika Tayvan munosabatining muhimligini aks ettirib berdi. Bu qatam Tayvanni ziyorat qiladigan yuqori darajalik amaldorlar balki prezident Trump hukumat kabinetining a'zosi bo'lishi mumkin. Lekin davlat ishlar kotibi davlat mudofaa ministrligining ministri bo'lishi notayin. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi o'tgan oyda Tayvan sayli sayohat qonun loyihasini ma'qullab,
3 ayının 16 günü Prezident Trump imza koygandan keyin rasmiy qonun bo'lib kuchga ega bo'ldi. Yuqori darajalik amaldor Tayvanni ziyorat qiladi deyildi, lekin bu davlat mudofaa ministri va yoki davlat ishlar kotibi bo'lishi notayin. Jumlada xato ketib qolgan bo'lsa, shunday tushunib hurmatli vatandosh. Bu qonunda Amerika Qo'shma Shtatlari amaldorlari bilan Tayvan hukumat amaldorlarining yuqori qatlam rahbarligining o'zaro qarish tarafni ziyorat qilishiga yo'l qo'yildi. Amerika Tayvan munosabatining negizlik o'zgarishi deb qaralgan bu qonun shu sababli Beijingning kuchli qarshi turishini qo'zg'adi. O'tganda Tayvanni ziyorat qilgan Amerikaning yuqori darajalik amaldori Amerika hukumat kabinetining muhit asrash idorasining boshlig'i Gina McArthur edi. Bu xonim 2014-yili Tayvanni ziyorat qilgan. Bu ziyorat bu xonimni 14 yil ichida Tayvanni ziyorat qilgan amerikalik yuqori darajalik amaldor sharofatiga erishtirgan edi. Bu xabarga qarta inkas birinchi Demokratik Amerika, Demokratik Tayvan nayt tezla aloqada bo'lishi lozim. Amerika nayt tez Tayvanga askar o'rinlashtirishi lozim. Hatta sat sistemasini Tayvanga o'rinlashtirishi lozim. Inkas ikkinchi. Amerikaliklar Tayvanni qancha ko'p ziyorat qilsa, Tayvanga shuncha ko'p avorchilik yetib keladi. Inkas uchinchi. Tayvanni ziyorat qiladigan yuqori darajalik amaldorlar balki yangi xizmatga tayinlangan davlat bexatarligi maslahatchisi bo'lishi mumkin. Bugungi leksiyalarimiz tugadi vatandoshim, anda bir ishga jumla muhokama qilamiz.